Bo'pti, men ketdim. Qaqa? Ramazon aytaman. Oma kech qolsang kabatakdek cho'pagi bilan uraman. Ayzaxon! O, chiqasanmi? Qaqqa? Ramazon aytamiz. Bo'ldi, ketdik. Yur. Endi kimni chaqiramiz? Tohirni chaqiraylik. Ha, sevgilingizmi? Bori. Tohirjon! Ha, Chiqasanmi Ramazon aytamiz? hozirdan so'ray. Dada Ramazon aytgan chiqsam bo'ladimi? Balobami ko'chada o'zi uylanadigan katta bola bo'lib turibdi. So'kinardi bu ro'zada borvoning chaqir. Kapmatda bo'lib qolman, men chiqmas ekanman, men uylantirar ekan. Chiqmas ekan. Ikki kishi kamlik qiladi-da. Umidan chaqirsa-chi? Uni churvaqalari bor. Ukalar bilan chiqsa chiqursin, boshqa iloj bormi? Ha, bo'pti-da. Ketdik. Qaranglar qizlar, ho'no momo xolaniki borib aytamiz, xo'pmi? Zulfiya xolaniki boraylik. Junimizdan so'kib haydaydi, ketdik momo xolanikiga. Ramazon aytib keling eshigingizga. Ha, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. Olib chiqing, tog'araga sap chiqing. Tog'araga surmasa, etagingizga sap chiqing. Ro'za keldi, bildilaringmi? Qozonga yo'q, qo'ydilaringmi? Bizga bir tovoq berdilaringmi? Men senga nima dedim? Kech qolma deyordimmi? Mak endi.